Assalomu alaykum aziz hamyurtlar va YouTube ishqibozlar, darvoza kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir Abdulaziz ustodan taraf fason nalichkali. Xudo xolasa bitti. Kreska jarayonlari ham xudo xolasa boshladik. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda bo'ladi nalichkalari. Nalichkalar 35 ga 25, 22 da to'qilgan. Yo'llari 8 ga 8 brustonmagan. Taglari 8 shivillarda. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa shu holatda bo'ladi nalichkalari. Girdi ham chiroyli bo'lib chiqadi. Bu hali kreskasi ham xudo xolasa bo'lyapti. Mana shu taraf fasonni qanotlari klientimizga chuqay chiqib beringlar deganliklari uchun mana chuqaysiz holatda bu oldi tarafi ishlovlari berilyapti. Xudo video bitmagan oddiy video joylarini kreska holatda ham joylab tashlaylik deb xudo xolasa tashlayapmiz. Boshladi ishlarimizni. Bu tarafi esa orqa tarafi, haqiqiy 2 qavatli kreskalarni tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu mana kichkina qanotimizning yonidagi ikkinchi qanoti. Mana shu holatda bo'ladi. Orqasi shu holatda tayyor bo'ladi. Sentr uchkalari bor. Zo'r, yaxshi, yengil ishlaydi. Yengil. Kimga shunday xizmatlar yo shunday qo'lidan keladi shunaqa ishlar deb, keyin qanday razmerda chiqaryapmiz, qanday ishlarni qila olamiz deydiganlarimiz bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Ayrim videolarimizga qo'yib ketganmiz, shu holatlarga murojaat qilishlari mumkin. Abdulaziz ustodan yana bir darvozamizni joylashni boshladik.